Umidaxon, assalomu alaykum. Mana yana Gano Eye Smart Family markaziga keldik. Yana bir ikkita qiziqtirilgan savollar bor. O'zimda ham mana qo'ziqorinlar juda ko'p u. Mana Rossiyada ham bor, boshqa anaqada ham. Nimaga aynan bu qo'ziqorin? Nimaga Rossiyadan yoki boshqa davlatlardan emas, o'sha Malayziyadan bu qo'ziqorin? Shuni sal oydinlik kiritaylik. Bo'ldi. Assalomu alaykum avvalambor. Qarang, tabiatda Nozim aka, tabiatda o'zi aslida 100 ming xildan ko'p qo'ziqorinning turlari bor-da. Yeydigan, yemaydigan, zararli, keyin mana supermarketlarda ham sotadi bilasiz. Kimlardir xohlaydi. Mana shunaqa holatlarda juda ham ko'p qo'ziqorin uchratishingiz mumkin. Ana shu 100 ming xil turdan 200 xili alohida qizil yog'ochsimon qo'ziqorinlar turiga kiradi. Shifobaxshli giyoh sifatida kiritilgan. Endi tashkilotimizning rahbari, mana Gana Excel prezidenti, mikolog olim janob Lia Sunseng mana shuni qo'lyozmalarda Shennong degan bizning Ibn Sino bobomizga o'xshab Xitoyi Shennong degan tabibi bo'lgan. Shuni qo'lyozmalarda, ilmiy qo'lyozmalardan ko'rib, shifobaxshiligiga qiziqib, shuni 15 yil davomida 200 xil qizil qo'ziqorinlarni o'rganishga bag'ishlagan o'zini. 6 xil bizning tashkilotimizning qo'ziqorinining farqi shu 6 xil eng kuchli turi tanlab olingan. Nima uchun bu anaqa usti yaltiroq bu kraskalangan yo nima o'zi shunaqa? Bu rostikasimi qo'lingizda? Bu Nozim aka, bu haqiqatda shunaqa o'sadi. Buni boshqacha yasatilgani yo'q, yasalmaydi. Bu tirik haqiqiy qo'ziqorinning o'zi. Bunaqa yaltiroq, chiroyli bo'lib chiqishiga sabab bu olim buni yetishtirishi juda ham ko'p davlatlarda qilib ko'rgan. Bu shunaqa giyohki o'zi qo'ziqorin. Drevesnoy grip deydi rus tilida, yog'ochsimon, Ganoderma lucidum deyiladi. Gano yaltiroq, derma teri, yaltiroq teri degan ma'noni bildiradi. Bizning asli maqsadimiz nima deydi, biznes emas. Bu sog'liq yo'nalishida, mahsulotning sifati eng muhim o'rinda turadi. Shuning uchun buni yetkazish uchun joy tanlagan. Bunga nam iqlim kerak, toza havo kerak. Har xil davlatlarda yetkazib ko'rgan, ularning iqlimi to'g'ri kelmagan. Malayziyada aynan yetishtiriladi. E'tibor bersangiz, Malayziyada Alastar degan shahardan 300 kilometr tashqarida joylashgan plantatsiya. U nima uchun? Bizning mana O'zbekistonda Chorvoq, Bahavo joylarimizdagi misol qilsa bo'ladi-da. U joy shunaqa 90% iqlimlik, eshitganmisiz, bilasizmi, yo'q bilmayman. Ekologik tozalik bo'yicha Malayziya 3-o'rinda turadi. Havosi toza. Nimaga? Bu yana qo'ziqoringa taqaladi. Qo'ziqorin shunaqa giyoh ekan, havodan ham so'rib oladi hamma narsani, yerga ekilsa, yerdagi ziyon zaxmi nima bo'lsa, atrofida 5 metrgacha ekilgan garmdori bom nima bo'lsa, o'shani ham xususiyatini so'rib olish xususiyatiga ega bu giyoh. Shuni nima deydi, sifatga kafolat berganimizdan keyin o'sha bahavo hamma tomonlama toza joyda yetishtirishni yo'lga qo'ygan. Malayziya nam iqlim, toza ekologik tozalik bo'yicha 3-o'rinda turadi. Organik kultivatsiya yo'lida yapon nanotexnologiyasida yetishtiriladi. Organik kultivatsiya degani bu yerga ekilmaydi, turpoqda o'sadigan narsa emas. Guruch kepagi, kauchuk, soya apilkalariga bu sporasi qo'yib, osma usulda ekiladi. Havodan, plantatsiyaning ustidan korporatsiya samolyot uchib o'tmasligi uchun ham pul to'laydi. Endi shu holatda yetishtiriladi. Shuning uchun bu yaltiroq, toza, biz mahsulotlarga 100% kafolat bera olamiz sifatiga. Qarang, yetishtirish ham juda murakkab ekan-da. Qarang, hatto samolyotlar ham uchmas ekan, qarang tepasidan. Havoni ham toza ushlaymiz. Mana yerda ekilmayapti, u turpoqdan ekmayapti. Chunki necha anaqada ko'lasangiz ham baribir yerda qoladi. Qissadan qissa demak bizadagi bo'lmas ekan. Ekib bo'lmaydi. Bizadagi bo'lmas ekan. O'shaning uchun Malayziyadan kelinlar ekan. Keyin anaqa Malayziya qanaqa davlat o'zi? Malayziya musulmon davlat. Halol davlat. Halol sertifikatiga ega mahsulotlarimiz 14 ta jahon standartiga javob beradigan sertifikatlarga ega. Malayziyaning o'zini halol sertifikatini ham olgan mahsulotimiz. Arab amirliklari, 5 ta arab amirliklaridan ham halol, o'zimizning musulmonchilikda sertifikatga ega arab davlatlari ham mahsulotni iste'mol qiladi. Endi shu qo'ziqorinlardan qo'ziqorinning nimasidan yana o'sha necha xil dorilar bor?
Bizada mahsulotimizda juda ham ko'p. Bu olim to'xtab qolmagan. Mana bizani farqi ham shuki, yengillikni ustida ish olib boryapti. Bizaga O'zbekistonga 23 xil mahsulotimiz kiradi. Ichimliklar sifatida ozuqaviy ichimliklarimiz, kapsulalarimiz, yaqinda yangi kelgan mahsulotlarimiz bor. Hamma tomonlama sog'lig'ingiz uchun foydasi tegadigan har xil yo'nalishda. Misol uchun O'zbekistonda hozir nima kasal ko'p? Sahrli diabet ko'payib ketgan, onkologiya. Shuning uchun endi odamlarning tushunchasi borki, shirinlik deganda shirin mumkin emas deydi. Diabetiklar murojaat qilishadi. Bu hattoki shunaqa mahsulotni yetkazgan, o'sha shirasini pasaytirilgan yangi mahsulotlarimiz ichimlik sifatida kirib kelgan. Aslida shirasi borli mahsulot ham unga zararli emas. Bu tabiiy davolovchi-ku. Organik doriga kiradi o'zi bu aslida. Demak, u shirasi bor bo'lsa ham u shakar emas. Shakar emas, u trosnikoviy sahr, tabiiy. Qulupni yesangiz, sizga shirasi ta'sir qiladimi? Nojo'ya. Yo'q. Shirin olma yesangiz bo'ladimi? Yoki shirin nima meva yesangiz, xuddi shunaqa bu narsa o'zi aslida. Sizda davoli vitamin bo'ladi-ku. Mahsulot tarkibidagi shirin, trosnikoviy sahr, toza, tabiiy, natural shakar qamish shakari qo'shilgan bo'ladi. O'zi asosiy sostavi Ganoderma. Hammalarni nima bezovta qilsa, salomatligingizni profilaktika qilishni xohlasanglar, Ganoair Smart Family markazimizga taklif qilamiz. Bemalol xohlagan savolingizga murojaat qilishingiz mumkin. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib murojaat qilsanglar, qo'limizdan kelgancha hamma yordam beramiz. Men Elmurod va Gulchehra Ahmadjonovna shu Gano firmasiga Qo'ziqorin firmasiga kirganimga 4 yil bo'ldi. Endi shunda may oyida insult bo'lib qoldim. Insult bo'lganimdan keyin mana shu dori-darmonlar hamma ichganlarim uchun ichki organizmlarimda natija berib, insult holatini umuman anaqasini ko'rmaysiz, yaxshi bo'lib ketdim. Qancha ishlaysiz? Qancha vaqt? 4 yildan beri ichaman. 4 yildan beri ichaman. O'sha hamma etap bo'yicha ichganman. Keyin rezultati yaxshi bo'ldi. Keyin o'sha insult bo'lganda faqat ishlamay qoldimi? Chap tomonim umuman ishlamadi. Tillarim, og'zlarim shishib ketdi, gapira olmadim. Keyin og'ir sostaniyada bo'ldim-da, keyin o'sha reanimatsiyada yotdim. 2-3 kunda уже rezultat bo'lib, doktorlar voy nima ichgansiz, nima qilgansiz deb gapirib, nima qildi. Menda insultda nimasi bo'lmadi-da. Ular doktorlar aytishdiki, shunaqa nima dorilar ichib yurdingiz? Endi mana shu Ganoda dorilarim bor. O'sha hamma nimalaridan ichganman, ichib yuraman dedim. Shu ichganlariga hamma organizmlari juda yaxshi qabul qilib, tezda yaxshi bo'lib ketdi. Hech biz bunaqa ko'rmaganmiz. Shu tili shishib, qo'llari ishlamay, oyoqlari ishlamay qolganlarni bunaqa o'z holatiga qaytib kelishini ko'rmaganmiz dedi doktorlar. O'g'lim chaqirtirib gapirdi, onangiz yaxshi, xavotir olmanglar. Bular organizmlari mustahkam ekan. Hozir mana yaxshi holatda yuribman. Shu natijasini har doim ko'zimda ichib yuraman hamma dorilardan. Men Ergasheva Feruza. Mana shu Gano mahsulotlarini ichishimdan maqsad sog'lig'imni tiklash bo'lgan. Sog'lig'imda jiddiy muammolar bo'lgan. 10 yil grijadan qiynalganman. Pochkam to'la tosh bo'lgan, bronxial astma bo'lganman. Undan tashqari jigarimni yog' bosgan. O'sha hamma kasalligimdan mana shu mahsulotlarni ichish natijasida men 1 oyda natija olganman. Mana bu oldingi holatim 80 kilo bo'lganman. Hozirgi kunda 64 kiloman. Juda ham sog'lomman. Mana shu mahsulotlarni ichib juda ham zo'r natija olganman. Hammaga tavsiya qilaman. Butun O'zbekiston aholisiga, har bitta xonadonga mana shu mahsulotni ichishiga tavsiya qilaman. Is'hoq va Nargiza tashkilotga kelib qolishim sababi 2 oylik depressiyada uxlamaslik, stresslarda bo'lganligim uchun bu yerda o'zim shifo topib ketganman. Hamda men bu joyga shu mahsulotlarni taklif qilgan insonim, men eng yaqin dugonim Farg'onadan turib bu mahsulotlarni taklif qilishgan. Shu mahsulotni ichish natijasida o'zim ancha zo'r, haqiqatan hayotga boshqatdan qaytib, o'zligimni topib ketdim. Endi hozir yana bitta natija to'g'risida sizlarga aytsam, eng zo'rini aytaman. Voy, men navaram tug'ilganda hozir 1 yoshga to'ladi, inshaalloh, Xudo xolasa, lekin bu stressni boshimdan yana bittasini o'tkazdim. Navaramda yurak porogi tashxisi qo'yilganda uni operatsiya deb aytishdi. Uni endi biz shunchalik perjivaz qildikki, chunki uni 50 deyishdi-da. Lekin
yaxshiyamki shu mahsulotlar bor ekan, sababchisi shularni ichirib mana hozir shu operatsiyani umuman to'xtatib, navaram juda ham zo'r bo'lib ketdi hozir. Bu вообще zo'r narsa edi. Avvalambor assalomu alaykum. Quyoshdek mehribon bo'lgan ul zotga aziz bo'lgan insonlar. Men Buxoro viloyati Jondor tumani Oytug'di mahalla fuqarolar yig'ini Oytug'di qishlog'ida mana shu shahri azim Toshkentga kelganman. Biz oilamiz bilan birgalikda xo'jayinim bu mana shu barcha korporatsiyalar ichidagi brend tovarlar nomer 1 deyiladi, nomer 1 o'rindagi tovarlar ekanligini biz vujudimizda his qilganmiz. Qisqasi nima demoqchiman? O'zimni ham salomatligimni, ham farovonligimni boyitishda o'zimni mana shunday mas'ul vazifam ekanligi, kuchim ekanligini yana bir bor ko'rsatish maqsadida qisqasi mana shu efirda aytayotgan fikrlarimni isboti sifatida men shu yerda mehmon bo'lib keldim. Yoshim bir kam 70da. Qisqasi nima demoqchiman? Bu korporatsiyada men 16 yildan beri uning mahsulotlarini faol iste'mol qilgan iste'molchi va shunga a'zo bo'lgan va ganotim bu mening oilam degan shior bizni oilamizda mujassam. Bizni dasturxonimizni ertalabgi, peshingi, kechqurungi albatta mehmon hisoblanadi. Buning natijalari nimalardan natija ko'rdim? Mana birinchi o'rinda Kordigold degan masalan uni kapsulasini ichganda, meni yuragimni ekiga qilgan paytda hali ham menga aytayaptilarki, sizni yuragingiz 40-45 yoshdagilardek mana ekigida chiqyapti Sho'rapa. Buni bo'yisi nima? Deganda baralla men Ganoshfon mahsulotlarini mana shu 16 yildan beri iste'mol qilyapman. Undan tashqari insonga masalan Chorniy kofe deymiz, qora kofesi bor. Bu mahsulotlar keyin Suprema kofe deyilgan gel, choy mahsulotlari bular insonni ko'tarinki kayfiyatga, ruhiyatini yanada jo'shqinlikka olib borishda, bundan tashqari shijoat, odamda kuch, g'ayrat paydo bo'lishi, shuning bilan birgalikda o'sha bizga qarshi ichki organizmimizdagi kasalliklarga, masalan degaylik davleniya, yuqori qon bosimi hozir ko'pchilikda bo'lyapti. Bu ekologiya, yana boshqa tashvishlar tufayli shularni eng davosini men choyda ko'rganman. Shu Gano korporatsiyasini mana shu choy mahsulotida. Undan tashqari mana Suprema kofe, qora kofe mahsulotlari, undan tashqari Rishi Gold, Exilim Gold bularning antibiotikli kapsulalari meni hayotim, oilamning hayoti. Barcha kishiga respublikamizdagi bilib mana juda ko'p mamlakatlarga boribman. Bu mahsulotlarni o'zim bilan mehmon qilib olib borib, o'sha mahsulotlarni ularga berib, yana o'zimni boyligimni, sog'ligimni, salomatligimni, yana dunyoda salomatlikni, farovonlikni oshish uchun o'zimni hissamni qo'shib yuribman. Bu yerda ham farovon, ham sog'lik, ham tinchlik, ham daromad, ham farovonlik. Mana meni ko'rib o'tiribsiz. Men 70 yoshga kirganga o'xshaymanmi? Mana Telefon raqamlarimizni videoni tagidagi описаниеda qoldiramiz.